O'zbeklarning qo'lidan faqat paxta ekish keladimi? Agar haddingni bilmasang, qo'limizdan yana nimalar kelishini ko'rasan. Bayraq ham shunaqa xunuk bo'ladimi? Bu bayroq meni dadam tan olmagan bayroq. Muqaddas bayroqqa iflos qo'lingni tekkizma. Qaddingizni bilganingizda kaltagimizni emas, oshimizni yerdingiz. Yaxshilab eshiting. Bu bayroq O'zbekiston bayrog'i. 100 dan oshiq millatlardan iborat 38 million xalq shu bayroq ostida birlashadi. Bayroqdagi qizil rang bilasizlarmi nima? Bu bayroq bo'lish uchun to'kilgan qonlardir. Bu bayroqqa hurmatsizlik ko'rsatgan kim bo'lishidan qat'iy nazar qarshisida bizni ko'radi. Bu bayroq hilpirab turish uchun kerak bo'lsa o'lamiz. كان حلمي في وجود